Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Bizning yana murojaatimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga hamda Saida Mirziyoyevga. Biz oldingi safar ham shu akamiz Karimov G'ayratning murojaati bilan chiqqandik. Hozir ham o'sha murojaat. Hamda endi murojaatimiz yangidan bo'lgan Oliy sud raisi Rabiyaxon Mahmudovga. Endi oldingi safar Baxtiyor Islomovga 3 yildan beri murojaat qilib charchadik. Mana prezidentimiz ishlamagani uchun oldi, endi xudo xolasa jinoyat ishi ochaman dedi. Mana hozir prezidentimiz aytayapti, kim ishlamasa hammaga jinoyat javobgarlikka tortaman o'zim deyapti. Mana prezidentimiz yaqinda aytdi, sudyalarimiz dedi, agar dedi aqlini ko'rmasa dedi, o'ziga dedi jinoyat javobgarlikka tortaman o'ziga dedi. Baribir dedi, men dedi har bir YouTube'ga chiqib turganini o'zim ko'rib turibman dedi. Bizlarnikidan bir qachondir bir ko'radi xudo xolasa. Qachondir bir ko'radi. Mana hozir 10 ta sudya qamalyapti. Sudyalar ishlamaganligi sababli. Bu sudya endi o'zi aytdi, prezident korrupsiya bo'lib ketdi hamma yoq dedi. Sud tizimida hamma yoq korrupsiya bo'lib ketdi bu, korrupsiya. Mana hali bugungacha akamni sheriklarni topmadi. Endi hozir Afg'oniston bilan Eronmi urushyapti, Afg'onistonga o'tib ketgan bo'lishayapti. Bu sheriklar endi o'sha yoqqa urushga o'tib ketdi. Oldin Ukrainada urush bo'lib turdi, Ukrainaga ketdi deydi dargovchi. Ukrainada olib kelamiz dedi, olib kelmadi. Endi u yoqdan Afg'onistonga o'tib ketdi bu sheriklari. Haligacha topmadi buni. Bir guruh shaxs deyapti. Oldindan til biriktirib, qayta bizlarning aytadigan gapimiz shu. Bir guruh bo'lib dedi. Bular bir to'da dedi, 10 tasi dedi o'g'irlik qilgan dedi. Faqat bitta akamni o'zini ushlab o'tiribdi bular. Qolaversa bu sud tizimida bu ko'zi ko'rmaydigan sudyalar ko'payib ketgan buni. Ilmi yo'q, bilimi yo'q. Mana Oliy sud raisi Baxtiyor Islomovni birinchi o'rinbosari. Endi birinchi o'sha Oliy sud raisi o'sha paytda bor edi. Men javob xati berib o'tiribdi. Buni Usmonov degan. Usmonov, ko'zingiz ko'rmaydimi? Qaridingizmi? Pensiyaga chiqing, ko'zingiz ko'rmasa. Bu akamni chaqirtirib, sen nima o'g'irlik qilding? Kimni uyiga bording? Kimni urding? Kimni aldading? Ilmingiz yo'qligini men sizga aytaman. Qozog'istonga o'tib, Qozog'istonga ilmingiz ham yo'q, bilmingiz ham yo'q. Ko'chirib qo'yibsiz, ko'chirib mana. Ikki ko'zingiz ko'rmaydi o'xshaydi sizga. Shiraqshingiz kerakmi endi? Qozog'istonga o'tib dedi. Qozog'ni isbotladingizmi? O'zini chaqirtirdingizmi buni sudga? O'zini amir to'g'ri bu qarorni ko'chirib olib turib, bu chiqargan qarorni ko'chirib olib turib, bizdan norozi bo'lsangiz, bizdan yuqori turuvchi. Sizdan kim rozi o'zi? Xudo bezor sizdan, Xudo. İlmingiz ham yo'q, bilmingiz ham yo'q. Bir kun siz ham keladi bu. Bir kun siz ham keladi üstünüze. Yine gördünüz sizden eldingi sudyalar yine hazır 10'isi qamalyapti. Hali siz ham keladi bu. Gecikme keladi bu. Bize to'xtamiz. Prezident aytib turibdi. Ben bu oxiridan yetaman, ishlamaganni qilmayman deb turibdi. Siz bu akamni chaqirtirdingizmi buni? Sud bo'ldi. Sudda kim bordi? O'zingizga o'xshagan bir advokatni chaqirtirasiz yaningizdan bo'ldi. Gör chiqib yuraverasiz. Ha akamni chaqirtirib, Karimov G'ayratni, sen ne o'g'irlading? Neden pul aldın? Kaçan Kazakistan'a vardın? Ama çegaradan ötken, pasport çegarani buzib o'tganmi ya bu? Ama pasportuna pechat basıladi o'tgan bo'lsa, o eldine çıkıp yolunu to'sib dedi. Ha nerede to'sib? Ha video kamerası bormi, isboti bormi? Sizni o'zi yozib qo'yganingiz, ko'chirganingiz jinoyat bu. Shuni biling. Qamalasiz, o'zingiz prezidentning chiqargan qarori bu. Bir tursak va to'tan ishingizni. Endi hamda Rabiyaxon Mahmudova mana qo'lastinsaga endi Baxtiyor Islomov ketdi u, endi unga ham bir jazo bordir. Prezident o'zi aytdi. Mana birinchi o'rinbosar, endi siz birinchi o'rinbosaringiz bo'ladi bu. Usmonov deganni ilmi ham yo'q. Bunga bir chora ko'rib, buni bir ishdan olib, ilmi yo'qlarni yaningizga yengilvermang buni. Xalq qiynalib ketdi. Sizdan baraka topqaysiz. Xalq qiynalib ketdi. Buni ko'zli ko'rmasa ochib gap bering. Ochib hozir ko'zli ko'rmaydi uni sudyalaringizga. Buni minnati xalqni xanaveraytib o'tirmasin. Buni chaqirsin bu Karimov G'ayratni chaqirsin buni. Bu bilan bir yuzlashsin. Bu yozib qo'ydi, Karimov G'ayratni o'zi kelib dedi. Qayerga keladi u? Qamoqda o'tiribdi u. Ko'r bo'lg'aysan axir. Buni ko'chirib yozaverib o'zing. Minnati og'ayin do'g'aningni qama, minnati og'ayin do'g'aningni qama. Qo'lingdan ish kelmaydigan bo'lsa bo'sha, minnati yurma. Xalqni qiynab. Rabiyaxon, men yaqinda ishga keldingiz, men sizni ko'ramiz. Biza matbuot katibimiz ham bir haligacha bir nima bildirmadi bizga.
Çıkmam etmiydi o, geplemi de içinden çıkmıydı. Ya özünüz aytıp korkmuşsun ha. Gelen adamlar işten kaytar verdi. Bunu görüp, bu birinci orunbasara bir çare görüp, bunu işten alıp üstünden gerekirse cinayet iş açış gerek bunu. 100% cinayet cevaplarına tartalon oturttu bu. Bunu görüp çıkmıyor kağıdını 3 aydan keyin bir de sekreterden alandan bunu köçerden ya sekretere verme basıp ben oturttum bunu. Ama bu geniş gerek bunu. Niye de cinayet bakın bu geniş gerek bunu. Evet bereket yapkaysınız. Prezidentimiz hem de bu sizi kolasınızdaki baş prokuror Nigmatullah Yoldaşov'un etip otan işi bu. 100%. Hemme korrupsiya bu gitti. Özünüz etiyapsiz. Bərabər hemmeni işten alaman deyapsiz. Ben bu kol astınızdaki yanın isteki kettelerin işi bu kettelerin. Bizge bir emeli yardım verin. Kaçandır bu köres bunu beraber. Ben körpem oturgendirsiz. Hem de Seyde Mecalge size şu bana hem Mecalge bar yapsiz, hem Mecalge'ni özünüz kör yapsiz. Bunların artıda keçe ettiğiniz kette adam tuttu. Onu tekşir istediğiniz prokurorlarga. Prokurorlar fakat hop deyip tuttu. Onu tekşirem mi o tekşirim değil mi? Xuda biladi. Prokurorga ariza verdik. Bizden narazı olsanız yukarı tur uçup fakat şu gap geledi. Ulardan yukarı tur uçup hayırga veremiz bize. Hürmetli Prezident balam. Benim balam 3 yıldan beri kamak koydu. 3 yıldan beri o şeritlerinden tapmıydı. Ya bir varsam ineminde etken balam, ineminde etken günah ibadetlerim aytmıydı. Biz onu kabul kılmıydı. Dura versek aparıp bir mertebe kamakım taşadı. Bu Nurmetullah Yoldaşov'un Hudayım kür bulgay. Ben 80 yaşımda sersem bol gitme Hudayım 100 yaşına girip her balasının izinde sersem bol bölgey. Ağzından kara kanı gelip bölgey beni 3 yıldan beri kara kan etip koydu. Kan yığlatıp koydu. Görenime görmeme balamını da kan yığlayım. Hudayım ömrü yığlap ötkey. Hudayım 100 yaş vergey 100 yaşında bir yığlap ömrü ötkey Hudayım. Kasam içkendim halk için işlenen. Halkı kariman dep. Kasam kor, kasama dayanma. Hudayım kasam urgay şunu. Kalaverden Huda urgay bunu Hudayım. Hemen halet koydu. Yurtuna yerini soruduğun adam yok. Hemen başını ötüp koydu şu adam.